Jiddiy muammo qarshisida. Assalomu alaykum. Ekologiya o'zgarishi haqida gaplashamiz. Kuchli yoki super El Nino hodisasi dengiz yuzasi haroratining darajadan 2 gradus yoki undan ko'proq oshishi bilan tavsiflanadigan holat. Bu yil yuz berishi va 2027-yilgacha davom etishi ehtimoli juda yuqori. Tropik mintaqalardagi doimiy sharqiy shamollarning zaiflashishi natijasida iliq yuzasi suvlari Tinch okeanining markaziy va sharqiy qismlariga tarqaladi. Bu esa okean oqimlarining odatiy aylanishini buzib, butun dunyo bo'ylab ob-havo sharoitlarining o'zgarishiga olib keladi. El Nino allaqachon tengsizlik kuchi bo'lgan global iqtisodiyotdagi muammolarni yanada keskinlashtirmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligi masalasi faqat iqlim bilan bog'liq muammo emas. Qattiq zarba beradi. Braziliya kabi yirik ishlab chiqaruvchilarda hosildorlikni kamaytiradi. Bug'doy esa Avstraliya, Kanada va Xitoy kabi asosiy eksportchi davlatlarda issiq ob-havo va qurg'oqchilikdan zarar ko'radi. Shuningdek, Braziliya va Argentina kabi mamlakatlarda soya ishlab chiqarish ham pasaygan. O'rmon yong'inlari xavfining ortishi. El Nino ayrim hududlarda o'rmon yong'inlari xavfini kuchaytirishi mumkin. Janubiy Amerikada u ko'pincha nam mavsumdagi yog'ingarchilikni kamaytiradi. Natijada o'simliklar quruqlashib, yong'inga moyil bo'lib qoladi. Masalan, 2016 va 2024-yillarda Braziliyada yuz bergan yirik yong'inlar millionlab gektar maydonni kulga aylantirgan. Bunday yong'inlar atmosferaga ulkan hajmdagi uglerod zaxiralarini chiqaradi va tabiiy ekotizimlarning tiklanishi uchun o'nlab yillar talab qilinadi. Haddan tashqari yog'ingarchilik AQShning janubiy hududlari, Janubiy Amerikaning ayrim qismlari, Afrika shohi va Markaziy Osiyo El Nino davrida ko'pincha me'yordan ortiq yog'ingarchilikka duch keladi. Bu esa suv toshqinlari xavfini oshiradi. Kuchli yomg'irlar yer osti suvlarini to'ldirishi mumkin bo'lsa-da, tobora kuchayib borayotgan qisqa muddatli jala yomg'irlari suvning tuproqqa singishini kamaytirib, aksincha tuproqning tezroq qurishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Chunki juda kuchli yomg'ir qisqa vaqt ichida yog'ganda tuproq uni shimib olishga ulgurmaydi. Natijada suv yerga singish o'rniga oqib ketadi. Bo'ronlar orasidagi uzoq quruq davrlar esa tuproqning namlikning tez yo'qolishiga olib keladi. Ko'mir iste'molining oshishi. Haroratning ko'tarilishi dunyoning ayrim hududlarida allaqachon yuqori bo'lgan ko'mir iste'molini yanada oshirishi mumkin. El Nino Janubiy Osiyoda musson yomg'irlarni zaiflashtirib, me'yordan yuqori harorat va uzoq davom etadigan issiq to'lqinlarni kuchaytiradi. Natijada konditsionerlarga talab ortadi va elektr energiyasi iste'moli keskin ko'payadi. Osiyodagi ko'mirga asoslangan energetika tizimlari Hindistonda elektr energiyasining taxminan 70%ni, Xitoyda esa qariyb 55%ni ta'minlaydi. Shuning uchun elektrga talab oshishi ko'mirni yoqilishini ham ko'paytiradi. Elektr tarmoqlari ishdan chiqish xavfi. Qurg'oqchilik gidroelektr stansiyalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va elektr tarmoqlarida uzilishlar xavfini oshiradi. Masalan, Kolumbiya elektr energiyasining qariyb 65%ni gidroelektr stansiyalari orqali ishlab chiqaradi. 2015-2016 yillarda El Nino davrida yog'ingarchilikning kamayishi gidroelektr ishlab chiqarishni qisqartirdi. Natijada elektr energiyasi narxlari oshdi. Elektr uzilishlari xavfi kuchaydi. 1992-yildagi kuchli El Nino vaqtida esa Kolumbiya hukumati elektr energiyasini me'yorlab berish choralarini joriy etishga majbur bo'lgan. Baliq zaxiralarining kamayishi. El Nino Tinch okeanining ayrim hududlarida sovuq va ozuqaga boy suvlarning chuqurlikdan yuzaga ko'tarilishini to'xtatadi. Natijada fitoplanktonlar uchun zarur ozuqa moddalar kamayadi. Bu esa anxovus va sardina kabi mayda baliqlarning oziq-ovqat yetishmovchiligiga duch kelishiga olib keladi.
Shundan keyin yirik yirtqich baliqlar ham zarar ko'radi va odatdagidan uzoqroq hududlarga ko'chib ketadi. Bundan Kaliforniya va Meksika, Peru va Ekvador, Papua, Yangi Gvineya va Mikroneziya baliqchilik tarmoqlari jiddiy ta'sir ko'rishi mumkin. Ozuqaga boy suv oqimlariga bog'liq baliqchilik hududlarida baliq biomassasi kamayib, mavsumiy ov hajmlari va baliqchilarning daromadlari pasayadi. Muhim qishloq xo'jaligi resurslari uchun geosiyosiy ziddiyatlarning kuchayishi. Yanada keskin ob-havo sharoitlari geosiyosiy tangliklarni ham kuchaytirishi mumkin. Harorat ko'tarilgani sari ekinlarning hosildorligi pasayadi va fermerlar bunga javoban ko'proq o'g'it ishlatishga harakat qiladi. Ammo hozirgi global o'g'it inqiroz sharoitida Xitoy, Fors ko'rfazidagi ayrim davlatlar Jazoir o'g'it eksportini cheklovchi proteksionistik choralarni joriy qilgan. Rossiya esa o'g'it ishlab chiqarishda muhim bo'lgan ammoniakli selitra eksportiga litsenziya berishni to'xtatgan. AQSh esa America First sanoat siyosati doirasida ichki o'g'it ishlab chiqarishni kengaytirishga urinmoqda. Natijada oddiy qishloq xo'jaligi resursi bo'lib ko'ringan o'g'it ishlab chiqarish va savdosi ham global siyosiy qarama-qarshiliklarning yangi maydoniga aylanishi mumkin. Issiqlik bilan bog'liq kasalliklarning ko'payishi. Bu jarayonlarning barchasi jamiyatlarga bir xil ta'sir qilmaydi. Issiq sharoitda ishlaydigan odamlar, ayniqsa qishloq xo'jaligi, qurilish, og'ir jismoniy mehnat sohalarida faoliyat yurituvchilar sog'liq uchun yuqori xavf ostida qoladi. Bunga issiqlik urishi, suvsizlanish, yurak-qon tomir muammolari, uzoq muddatli sog'liq zararlari kiradi. Masalan, Hindiston poytaxti Dehlida yoz mavsumida harorat ko'pincha 40 gradusdan oshadi va tobora ko'proq ishchilarning sog'ligi hamda hayoti xavf ostida qolmoqda. Fuqarolik mojarolari va ichki nizolar. Hosildorlikning pasayishi va iqtisodiyotning zaiflashishi ko'pincha ijtimoiy tangliklarni kuchaytiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, El Nino ta'siriga uchragan tropik mamlakatlarda fuqarolik mojarolari yuz berish ehtimoli ayrim hollarda 2 baravar oshishi mumkin. Bir ilmiy tadqiqot natijasida 1950-yildan buyon sodir bo'lgan mojarolarning taxminan 21% shunday iqlim hodisalari bilan bog'liq. Masalan, Sudanda, jumladan Darfur hududida qurg'oqchilik va hosilning muvaffaqiyatsizligi resurslar tanqisligini kuchaytirgan. Bu esa avvaldan mavjud bo'lgan ijtimoiy tengsizliklar bilan qo'shilib, mojarolarning avj olishiga hissa qo'shgan. Agar ushbu eng yomon 10 ta ssenariy ro'yxatini o'qib tushkunlikka tushgan bo'lsangiz, shuni aytish joizki, tobora chuqurlashib borayotgan ekologik va ijtimoiy inqirozdan chiqishning 2 yo'li mavjud. Qazib olinadigan yoqilg'i, neft, gaz va ko'mirdan qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish uchun zarur texnologiyalar va bilimlar allaqachon mavjud. Ammo ta'minot zanjirlari, energetika va xalqaro savdoni boshqaruvchi global tizimlar o'zgartirilmasa, bu yechimlarning qamrovi va ta'siri teng bo'lmaydi. Ya'ni, ular dunyoning ayrim qismlariga katta foyda keltirishi mumkin, biroq boshqalariga yetarlicha yordam bera olmaydi. Sizningcha El Nino hodisasi Markaziy Osiyo hududlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Siz bilan Farruh Xudoyqulov bo'ldi.